Bu yerga 3 yil bo'ldi ekkanimga. 3 yil bo'ldi. Mononisiga 3 yil bo'ldi. Mononga bultir bahorda ko'chirganmiz. Bu yil mana hosili yaxshi. Bultir endi 1-2 ta pishdi. Bu yil mana hosili yangi uchun endi yana avj olyapti. Жаңысы 1 yil o'tganmi o'shanda? Ha, bu yangiroq. Onamda ko'proq. Unga 3 yil bo'ldi. Har yili yangilab turamiz. Chopib, bir donadan qo'yib qo'yamiz yangisini. Qarilarni chopib boramiz. Ne bunga go'ng beramiz. To'lqi go'ng, suvni boshlacha suvla ichadi. Go'ngni bahorda ele beramiz. Eskilerini chapqasangiz ne bo'ladi? Ular qari kuchuk kelmasdan bir yo'li mayda bo'lib qoladi-da. Yakka qo'yib qo'yamiz-da. Hozir bu kuzgacha mo qalin bo'lib ketadi, yoppa bo'lib, orasi ochilmasdan. Ana ona tomondagilar ashna bo'lyapti-yu. Ashnaqa bo'lib ketadi. Shuncha bahorda kelishib, o'tashi hammasini chopib bir donadan qo'yib qo'yadi. Siz qayerdan o'rgangansiz buni? Ilgaridan egasiz o'zi? O'g'lim Jallovatli bir odam bilan nima qilib, Jallovatdan olib kelishdi. Ashlardan o'rganib, so'rab nima qildi-da. Ashlardan olib kelib kuzda ko'chirganmiz, 3 yil bo'ldi. Bu ne degan sorti ati? Beshkeshki dedi, bilmadim. Sorti boshqacha edi. O'zi mayda bo'lsa ham shirin uchun klientlar shu yerda bozorga ko'tarmayman. Beshkeshki deysizmi? Ha, Beshkeshki dedi. Ash Jallovatdan bir odam olib kelganmiz-da. Ana bu qultmaylar bayağı arqil bo'tgan-ku, kebiri jazda bir pishib bitib qolgan, kebiri kuzgacha ham pishadi. O'na katta sort turibdi-yu. Mo boshqa. Ash sort bir sezon. O'na katta. Ashlar bir sezon. Ashlar nima 2 oy pishadi, 2 oydan keyin tugab ketib, ular dam olaradi, molar pishaveradi. Bular kuzgacha 4 marta pishadi molar. 4 jol pishadi. Ashlari monolar bir jol pishadi. O'sha 4 jol pishganda aralig'ida damalari bular gullab chaqanda bo'ladi. Bir o'tirib ketaveradi. Mononim tugab, mononim gulga boshlaydi-mi, maydalashadi. Qiyom bo'lib qoladi. Ashunday ekan 20 kun dam olamiz-da. 20 kun, 25 kun dam olamiz pishguncha. Keyin ikkinchi partiyasini teraveramiz-da. Buni dag'i bayag'i boshqa yemelerga o'xshatinday chop, o'tib, dari solish degan bo'ladi-ku, qanday? Do'z olmaymiz. O'taymiz. Mononi hozir 2 o'tadik. Mo hali suv ichgan sari mo o't bosdi. Mo ter bo'lganda ulgurmayapmiz hozir. Ter bo'lgandan keyin yana o'taymiz. Endi mo tugagandan keyin yana bir chopib qo'ysak, ash kelguncha partiyasiga tayyor bo'ladi-da. Negizi dal ушул qultmaydi мындай qizarib pishib tursale buni egish, qarash oңой deb o'ylashingiz mumkin, biroq buga деле ошончо мээнет, күч жана ошондой эле өзүнчө жаш балага карагандай кароо керек болот. Дегенде ошол отун чаап, чөбүн тазалап, балегин тарап, мойлосун кыркып дегендей мурутун. Андан кийин ушундай култмай болуп жетишилет. Ал эми муну терип жыйнаганда дагы мындай акырындык менен этияттап тербесек эзилип кетиш мүмкүн да. Анча баягындай шашканда мыкчып тере турган болсок, бул формасы бузулуп, сатууга жарабай калышы мүмкүн. Дагы аябай сонун экен. Андыктан ар бир нерсени өзүнүн мезгилинде жеп туруш керек. Анткени биздин организмибизге керектүү витаминдүү азыктар мына ушул жер жемиштерде жана мөмө жемиштерде болот. Go'ngni bahorda solamiz, ashuncha o't bosgan. O yerga qo'yib qo'ydik, ashlar chirigandan keyin bu olib kelib tashab qo'yamiz. Yozicha turib chiriydi. Erta bahor mana shu yulganda, yagana qilganda sovoramiz-da billah, yaganani qilib bo'lgandan keyinlar. Ana bu bayagı moylosun ne qilasizlar, o'sib ketaveradi? Moyloni bir uzdik. Yana mana yana o'sib chiqyapti. Mo qulpini yeganlargandan keyin yana uzib yuboramiz-da. Demek bular qanday ziyankesh, bag'anday qurt qumursqa degan yurgamish bor. Haligi bunday qora nima go'sht deb qo'yadi, mayda-maydachi, mayda. Ashi yeb qo'yardi. Hozir uncha kunda terganimizcha nima qilmayapti. O'kallari birinchi boshlaganimizda 3 kunda, 4 kunda yangi pishganda yeb qo'yadi. Endi olaqanotlar yeb qo'yadi. Hozir kunda kelganimiz uchun yemayapti. O'sha bayag'i jegan ziyonkashlarga dori parcha chachmaysizlarmi? Yo'q, unga endi qulpinoga ziyon qilmasin. Toza bo'lish kerak-da. Ha, toza qulpinoga ziyon qilmasin. Endi bu
eli yeydigan narsa yo'q. O'g'lim, kenja o'g'lim qiladi. U suv pulini qarab, chopishiriya, nimalarga qarash beradi. O'zi ish qiladi-da shaharda. Sifatga ish qiladi. O ishlarga yordam beradi. Ha, kelinlar bilan qilaman. Qo'shnilarning tovuqlari kelib jeb qo'ymaydi, qultmaydi. Yeydi. Molani ham rizqi bor ekan-da. Yo'g'imizda kelib yeyishadi. Evet canım. Былтыр qanday bo'lgan, bu yil qanday bo'ldi qultmaydi, tushumi, basi degan. Bultur yaxshi bo'ldi. Endi bu yil jinday sog'urib qo'ydi-yu. Ashuncha. Ha? Bunda shugrao. G'o'rasini g'o'ralaganda guliga urmadi, g'o'rasiga urdi. Orasini shugrib qo'ydi. Ha. Kech qoldi o'sha qanday bo'ldi? Kech qoldi. Bultur erta pishuvdi-da. Ro'zada ancha yengillab qoluvdi, tugay deb qoluvdi. Bu yil jinday kechroq. Qancha sotish shu ikki kartoningizda? Ana 10 sotiyman, 10 sotib, 20 sotibga. Ro'zg'orga jetadi bunday etkanda. Xudoga shukr, yetadi. Ammo paxtalardan ko'ra jinday qo'limiz qiylanganimizda ertaroq pul kerak teyar ekan u. Ro'zg'or rosa pul nima bo'lgan vaqtida qo'limizga pul kerak ekan. Naq sotasiz. Naq, bozorga bormayman. Hozir abitdan keyin ulgurmay qo'ya olmayman. Hozir endi klientlar keladi o'zi. Mana shu 3 yildan beri o'rganib qolganim uchun u adirlardan kelib olib ketishyapti. Yo'lning bo'yini olib chiqib sotasiz asfalt. Ashiga bo'laman deb o'zi chaqirishadi, borib tortib beraman. Svejiy olib ketishayotganda klientlar. Ha, shuncha hozir aeroportdan chiqadi. Ashu do'konlari kelib aeroportdan chiqishadi, ashularga beraman. Bu qaysi aydan boshlab qish boshlaydi o'shanda? Aprelda, mayning boshida olganda. Hozir moymi? Aprelda ro'zani nimasida o'zi boshida yengil pishdi. Jinday kech qolgan uchun birinchisini yel urib ketgan uchun yengil pishdi. Hozir 5-4 uzishlarimizda. Kuzunda qaysi aydan to'xtaydi? Sentabrga boradimi? Dekabrga boradi. Dekabrgacha ham pishadi. Havo yog'masa dekabrda ham pishadi. 4-si. Ha. Dekabrga boradi. Hozir gullagani yo'qmi bu yerda? To'rqa tuyib. Yo'q, hozir gullagani yo'q. Bor o'na. O'nonda bor ekan, o'na birinchi nimada bor ekan. O'na. Bir sezonlikda bor ekan. O'tib turadi o'tmaysizlarmi? O'tamiz, mana yengillamay ulgurmayapmiz. Kecha endi biror odam solamiz. O'tatga yana nima qilib ulgurmay qolsak, odam solamiz-da. Sariq qumursqa, qora qumursqa deganlar yo'q, unaqa yo'q. Ash bitta shunaqa qora nima bor. Hozir u ham terib turganimiz uchun unaqa yemayapti. Hozir yaxshi. Mana shu kuzgacha pishadi xona. O'novi shu bir sezonlik. 2 oy deyli to'xtaydi. 2 oy deyli to'xtaydi. 2 oyning mazasi bir xilda. Men bunga qo'shib ketgan uchunmi, oyda biroz sotyapti, uni mazasi boshqa deb mashaga kelishyapti. Endi ularnikini ko'rmadim men.